Xitoy mərkəzidəki məxfi plan. Abduri Süpürge. Filiyatın. Xi Jinping Uyğurni təltöküs yo'qotish niyatiga keldi. Hamda jiddiy holda 3 maslahatchisini chaqirdi. Ularning biri Uyğur rayoniga podshohlik qilgan Wang Lochun. Ikkinchisi Jiang Chunshan. Uchinchisi Tibetda zo'r to'hfa yaratgan Qin Chuango edi. Xi Jinping ularga Uyg'urlarni təltöküs holda yo'qotqisi borligini deb, ularning qanday dana tadbiri borligini so'radi. Oldi bilan Wang Lochun gap boshladi. Ularni yo'qotishda bir qism orqa tergi yo'qlarni din o'gatding degandek yo'qlang bahanlar bilan bilindirmay turmalarda bir taraf qilamiz. Qolganlarning kori bo'lmaydi. Ondan kichigidan boshlab Xitoycha o'qitib, bara ularni yo'q qilsaq bo'ladi. Sening bu planingga necha yil vaqt ketadi? 30-40 yil ketamikin, deb duduqladi Wang Lochun. Xi Jinping uningga bir olivitib, Jiang Chunshanga qaradi. Meningcha, deb gap boshladi Jiang Chunshan. Bu xalq naqsh usulga amroq bir-biri bilan kor yo'q. Ichimlik, chekimlik va bazmiga amroq xalqkan. Ularning oldida yaxshichoq bo'lib ko'rinib, tutadiganni tutib, o'ltirishga tegishlikni o'ltirsak, ondan ichimlik, chekimlik, bazmi mashrablarni texim avj oldirsak, ondan asta ta'sir qildigan zararlik ichimliklarni ko'plab u yerga olib borsak, oxiri ko'pinchisi har xil kasalliklar bilan o'lib asta yo'qoladi. Xi Jinping uningga shundoq bir alaydiki, u tiniqmi ololmay qoldi. Endi navbat Qin Chuangoga kelgan edi. Meningcha, biz Gitlerning usuli bo'yicha yo'qotsak bo'ladi. Yaqin o'zgarishlardan qaraganda, dunyo Rohingya musulmonlarining qirilishiga sukut turganligi, Amerikaning Chaushanga bir hujum qilishga petinolmaganligi, Arabning qisosxo'rligi va ularning daldushlash psixikasi paydo qilgan dunyodagi musulmonlarga qarshi kayfiyat va musulmonlarning obrazining xunuklashishi qatorliqlardan shuni keltirib chiqarishga bo'ladiki, hozir bizning bu millatni yiltizdan qurtadigan paytimiz. Chunki shuncha ushshaq davlatlarga g'ing-ping qilolmagan dunyo bizdek qudratli davlatning har qandaq ishiga ko'z yumidi yoki qudratli raisning hayvatidan qo'rqib bu ishlarga ko'z yumidi. Ularning ko'p qismini avval jazo lagerlariga solaymiz. Ondan u yerda ularga asta o'ladigan zaharlik dorilarni berib, oxiri uzoqqa qolmay o'ladigan holatni qilamiz. O'lishga oz qolganda chiqarib olsak bo'ladi. Ularning yeshi kichik balalar jazo lagerlariga solaymiz. Ularni o'zimiz o'ylagandek tarbiyalab chiqamiz yoki organ sodisiga ishiltimiz. Qizlarni majburiy to'ylashtiramiz. Eng oxirida qolganlarni biologiyalik usul bilan qirvatsak bo'ladi. Xi Jinping bu fikrga qiziqqandek qilib so'rdi. Undaqda sen jazo lagerlariga bu 35 million xalqni solasang, ularni qandaq beqib bo'lg'ili bo'ladi? Xalqarodan bir narsa desa, qandaq ta'sirga uchraymiz? G'am qilmaslar, rais janoblari, deb mug'ambarlik bilan kuldi Qin Chuango. Bu pulni hal qilish yo'lini ota-bovimiz allaqachon qilib ko'rsatib qo'ygan. Meningcha, sizlar mavzudingni anglagan. U shu chaqda hamma boylarning boyligini tortib olib, ularni kambag'allarni o'ltirib yo'qotishga ishlatgan.
Esit. Baldır ölüp ketip qilib, hammasini yo'qotishga ulgurmadi. Hozirgi Uyg'ur boylarining boyliqlarimi xeyli bor. Milliard va million puli borlarning hammasining tizimligi menda bor. Biz faqat ularni har xil badnomlar bilan tutib, boyliqini tortib olib, uni lagerdagilarni qirishga ishiltimiz. Xotirjam bo'lsa, ular jonlarining omon qolganligidan sizga million tashakkur, 100 ming shukr aytadi. Shunga sizlardan markaziy hukumatdan pul talab qilmayman. Endi xalqaroga kelsak, islom davlatlarini pulga setib olsak bo'ladi. Ularning pulni deb vijdonini bulg'aydiganligini ko'p ko'rib ketdik. Endi Mavu, Amerika va Yevropaga kelsak, ular jazo lagerlarini uqib, inkas bildirib bo'g'icha, biz qirdiganni qirib, kesal qiladiganni qilib bo'lamiz. Shimoliy Koreyaga hujum qilishga petnolmagan ular biz bilan yakma-yak tutishib yurmaydi. Endi biz azaldan Uyg'urlar nüfusini 7-8 million deb kelgan. Shunga 20 milliondan ortiqini qirib etsak, hech kim bir narsa deyolmaydi. Ondan qolgan 1-2 millionni majburiy to'ylashtiramiz. 1-2 million kichik bolalarni jazo lagerlarida Xitoy qilib o'zgartimiz. Qolgan 1 millionni bizga setiladi yoki ularni oshkor qilib tashlasak-mu, o'zimizning ishi bo'ladi. Chunki uninggacha biz hammasining DNA uchurlarini ilib bo'lamiz. U chaqda ularni qandoq qilg'imiz kelsa, shundoq qila olamiz. Chunki xalqaroda biologiyalik qurollarga qarta qonun yo'q. Endi chet ellarda turayotgan Uyg'urlarga kelsak, biz xeyli zo'r sandiqlarni setib olib, bizga ishlaydigan qilib bo'lgan. Keyin yana bir qismlarini setib olsak yoki bevosita tuqqanlarni qo'yib bersak bo'ladi. Albatta, necha yillar yashay oladigan qilib qo'yib beramiz. Boshqalarga kelsak, ularning bevosita yaqin urug' tuqqani bo'lmasa, o'z millati bo'lsa-mu, boshqa qarindoshlarining o'lib ketishi, qanchalik qiz ayollarning lagerlarda va turmalarda oyoq osti qilingani yoki xo'rlangani, bizning kimlarni o'ltirib bo'lganligimiz bilan kor yo'q. Bu tarixda ko'p ko'rilgan. Chunki ota-bobolarimiz bu haqni har 30-40 yilda bir qatim qirib kelgan. Bularmi ko'p o'tmayla unutilib ketgan. Bu qatim helimi uzun so'zib etdik. Gerçi biz yo'shirin o'ltirib mangan bo'lsaqmi, lekin yanada ko'payib mangdi bu haq. Shunga meningcha bu qatim biz bu xil cheklimsiz usulda ularni to'liq yo'qotishimiz kerak. Ham yo'qota olamiz. U chaqda raisning bosh og'riqi yo'qolib, bu millat butunlay xarob bo'ladi. Mangu bosh ko'tara olmaydi. deb mamnuniyat bilan kuldi Xi Jinping. Yana bir ish, chet ellardagi 1 millionga yaqin Uyg'urlar keyin bizga balo bo'lsa-chu. Buni o'ylashgan men rais oliylari, dedi Chenchuango. Chet ellarga burun chiqib ketganlarning ahvoliga qarsak, bu haq chet ellikka amroqkan. Shunga chet ellik bilan to'y qildiganlar bak ko'pkan. Ularning bolalari albatta Uyg'ur bo'lmaydi. Ularning ikkinchi avlodidan boshlab Uyg'urlikni yo'qotib, yerlik singib ketayotganlari cho'ng nisbatni egallaydi ekan. Shunga andish qilmaslarim bo'ladi. Az bir qism Uyg'urlikni saqlab qolganlar nemish qila oladi? Endi Uyg'urlarning chet ellardagi ko'pincha erlari
1000 yil burunqidakla şundaq beğəm. Namayişlarda körmədilimi? Çaqçaqlışıb, külüşüb, xuddi toyğa kelgəndək qatnışıdığanlığını. Ondan başqa, ularning köpinchisi ailesini baqaman deb şapaşlab, bu işlarga ko'ngil bölüşkə vaqt yo'qkan. Ularning vaqti chiqqidek sharoit paydo bo'lguncha, biz bularni bir taraf qilib bo'la olamiz. Xi Jinping sal o'ylanib yana so'rdi. Lekin mening eng cho'ng ansiraydigan bir ishim bor. Men ularning namoyishidan yoki allaqandaqdir birər armiya qurib chiqishidan hech qandaq andish qilmayman. Chet ellarda armiya qurish mumkinchiligi nol. Chunki armiya degan pul bilan yerlikning yo'l qo'yishi bilan bo'ladi. Lekin har qandaq bir egilik huquqi bor davlat qurolli kuchlarning chegarasi ichida mavjud bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Yo'l qo'ydi deganlik, aşı davlat bizga jang e'lon qildi deganlik. Undaqda biz ularni osonli adablab qo'ya olamiz. Mening andisham bo'lsa, biz chekdan oshirvatsak, ularning garchi askari bo'lmasimi yoki bundaq ehtimollikning bo'lishidan qo'rqib qolmasaqmi? Lekin bilasan, hozir texnika davri. Anglasam, ularning chet ellarda o'qiyotganlari nihoyat tirishchan va aqlliqmish. Mubada bir kunlar kelib, ularning boshqa tanlash qolmaganda, ularning noma'lum bir xil qirg'uch qurol bilan bizga hujum qilishidan ansirayman. U chaqda necha million, hatto necha 100 million puhrayimiz biroqla talafotga uchrab qolamdikin. Xotirjam bo'lsizlar, rais. Men ko'p tekshirishlarda bo'ldim. Chet eldagi Uyg'ur boylarining xiyoli qanday qilganda cho'ngroq qo'rsoq selish, yoshroq ham jiqroq xotin elish, aysh ishratning eng qimmatini izlash bilan avar ekan. Bularga bir ponimi berishga qiymaydi ekan, lekin yuzlab, minglab pulni bir vaqtlik tamaqi yoki ayollarga ko'zini mit qilib qo'ymay xajlatadi ekan. Shunga u texnikani egallashga tirishayotgan bicharalar bu yerdagi urug' tuqqanlardan yordam bo'lmag'achqa hech qandaq boshqa kirimi yo'q bo'lib, ushaq-tushak qo'shimcha ish qilib, u oyni bu oyga aran ulaydi ekan. Uyning ishi, turmushning qiyinchiligi, hatto 3 vaqt qo'rsoqning g'ami bilan bu zo'r texnikalarni o'rganishga vaqti, ishlatishga asbobim yo'q ekan. Shunga buningdan g'am qilish behojatdir, rais, deb tushundirdi Chinchuango. Sening planing menga yardi, dedi Xi Jinping gapni yig'ib. Amisa sen Sharq Turkistonga berib bu ishlarni bejir. Ularni tez bir taraf qil. Bu millatning birma a'zosi to'rdan tushib qolmasin. Cho'qim talto'kis yo'qot. Sana faqat 10 yil muhlat beray. Agar bu muhlatda ishni bejirib bo'la olmasang, bilasan-ku, qandoq qildig'inimni, deb pit ko'zlarini chekchaytdi Xi Jinping. Xotirjam bo'lsizlar, rais. Men obdan bilaman. Hargiz chatoq chiqarmayman bu ishdan. Tuman 1000 yil yashaylar, deb yijaydi Chinchuango. Xi Jinping oxiri amal chiqqanidan xursand bo'lib, krisloga yo'linib, shirin xiyolga ketdi. Tugidi. 2019 yil 29 aprel